Barchaga salom bo'ldi, siz bilan man Legend. Bugungi videoda Reker va Hacker YouTube'dan nega ketgan haqida gaplashamiz. Reker nega YouTube'dan ketdi? Reker YouTube'dan ketayotganini o'zi Telegram kanalida va YouTube kanalida ham aytmagan, lekin men nega ketganini bilganim uchun sizlarga aytmoqman. Reker ketishiga sabab Reker katta hayotga qadam qo'ymoqda, chunki uni yoshi 20 ga kiryapti. Reker endi juda ham kam video chiqarishi mumkin. Uni yili 2 oldi va uni tez orada to'yib bo'lishi mumkin yoki universitetda o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Shu sabab YouTube'ga video joylamayapti, ya'ni video qo'ymayapti. Va u endi video qo'ysa ham taxminan bir oyda bir marta, uzoq bilan 2 marta video qo'yishi mumkin. Shu sabab Reker YouTube'ga video qo'ymayapti, lekin TG kanalida qachon qaytishini aytishi mumkin. Mana bular Rekerning YouTube'ga video qo'ymayotganini bilib oldinglar. Endi esa navbat Hackerga navbat. Hacker o'zi YouTube'dan ketdimi? Hacker YouTube'dan to'liq ketgani yo'q. U kanalini sotdi va sotishidan oldin shu narsalarni yozib qoldirdi. Mana o'zida video pauza qilib o'qib olishingiz mumkin bemalol. Bu yozuv to'liq ketmaganiga isbot va menda yana to'liq ketmaganiga yana bir isbot bor. Qanaqa isbot desanglar, mana Prizmaning kanaliga kirsanglar, ularning kanaliga pastroq o'tishsanglar, qadrdonlar degan joyda Hackerning yangi kanali bor. Va uning kanaliga o'tsanglar, 1000 ta obunachi bor va kanalining opsiyasiga kirsanglar, balkim bu yangi kanal bo'lar deb qo'ygan. Va u kanali 2025-yil 23-may kuni registratsiya qilgan. Demak, Hacker hali qaytadi. Mana bola o'zingizlar ko'rdinglar qaysi youtuberlar qaytishni. Video yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'yamiz. Let's go.